filmlarni dokumentalni qilib o'zim ham bitta terminal taxlatib bo'ldim aka. Hozir sadaqa so'rayapman. Plastikni beryapti 200 so'm yechib olyapman. Agar sostoyanasi normalniy bo'lsa 1000 so'm yechib olyapman. Lekin обязательно chekini yirtib beryapman. Nalogni ham oldida yuzim yorug'. Keyin endi sherigizga berdim deb lamatsa qilsa chekini ko'rsat deyman. Lekin men hammani yomon demayman. Xudoga shukr, hozir bizaga hurmat izzat zo'r bo'libdi. Zo'r bo'libdi akajon. Mana Said Muxtor degan rejissyor Lo'lili haqiga Shabbona degan kino oldi. Bo'laykan-ku mana. Said Muxtor bor-ku?